Jahon chempionatining yarim finaliga yetib keldik va 4 ta jamoani umumiy bog'lab turadigan jihatni izlab ko'ramiz. To'g'ri topdingiz, bu stabilligi. Har bir o'yinda sekin-sekin rivojlanib, aynan mana shu bosqichda zo'r futbol ko'rsatishgani. Mabodo do'konlar o'rtasida, telefon sotadigan do'konlar o'rtasida musobaqa bo'lganida, men sizga doimo tavsiya etib keladiganim Credo mobil do'koni shubhasiz mana shu yarim finalga chiqardi. Birinchi o'rin uchun kurash olib borardi. Sababi doimo har 3 oyda, har 4 oyda kelib turib, ozgina bir kuzatganimizda bitta yangiliklar qo'shib borishadi. Yangiliklarni sanashdan oldin umumiy mana shu do'kondagi imkoniyatlar xususida to'xtalib o'tay. Eng muhimi, bu yerda hamma telefondan bor, hamma rusumdan bor. iPhone ham topiladi, hatto Honor ham topiladi, Samsung, Redmi'larni olish imkoniyatingiz bor. Narxi hamyonbop qilingan. Buni anchadan beri bu yigitlar isbotlab kelishyapti. Va trading yaxshi yo'lga qo'yilgan. Eskisini olib kelasiz va yangisini olib turib o'rtadagi farqni balanslashtirib qo'yasiz. Yetkazib berish ishlari ham bor. Toshkent shahriga albatta istalgan joyga yetkazib berishadi, lekin O'zbekiston ahli bemalol mana shu do'konga qo'ng'iroq qilib turib yoki aloqaga chiqib turib o'z telefonlarini olishlari mumkin. Tabiiyki, muddatiy to'lov ham bor. Birgina pasport bilan kelib turib, haligi hujjatlarni rasmiylashtirmagan holatda olib ketish imkoniyatingiz bor. Peniyalarsiz, foizlarsiz. Shunisi menga yoqadi. Credo mobil do'konni sizga doimo tavsiya etaman. Yana 3-4 oydan keyin ko'rishib qolamiz.